2026-yil 11-iyun sanasida akalarimiz Namanganda ketdi. Kelganlaringizdan xursandmiz. Namanganda qayerdansizlar? Qoramondan, Yangi-Qo'rg'ondan. Bu akalarimizga svitariniyani unaqa reklama qo'ygandik. Haqiqatda o'zimiz yuz foiz changlatib turgan deb kelgan ekan do'stlar. Biz mana xudo xolisa Kerkidonni tevasiga poliyamizni ko'rsatib, mana xuddi shundan ko'chirib beramiz. Akalar keldi. Akalar ko'chalar qalay? Yaxshi. Mana ko'chatdan hali cho'ja do'stlar, bular hali ko'chat hali tayyor bo'lgani yo'q, lekin holati mana mashinaga keldi. Hozir xudo xolasa, mana holatlari. Mana meva shoxlari do'stlar. Akalar ham ko'rib, mana meva shoxlari do'stlar. O'zimiz 100% changlaydi, tayyor vishniyada, degani joltida bor. Akalarimiz kelib, ko'chatdan mintib olaman deb kelgan ekan. Ko'chatlarda yo'qdimi aka ko'chatlar? Yo'q. Yaxshi. Vijdonan aytavering mana. Juda yaxshi. Mana ko'chatlar do'stlar 177 mana xudo xolasa. Mana bo'yimga chiqdi. Hali bular 2,5-3 metrga chiqadi xudo xolasa. Mana akalarimiz ko'rib 5 tali 10 tali baylanadigan bo'ladi. Mana xudo xolasa do'stlar ko'chatlarimiz zakaz bemalol berishlaring mumkin. Mana holatlari shunga yetdi. Akalar kelganlaringdan xursandmiz. Xudo xolasa mana akalar bilan ko'rib, netib, nimalar mehnatlarda mana ko'chatlarimizni ko'rsatyapmiz. Do'stlar, mevali ko'chatga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bittadan like bosib, videoni tanishlarga ulashib qo'yamiz. Sog' bo'linglar akalar. Xo'p.